Hi everyone, welcome to new concept English classroom, and I'm Ablajan. And today we will learn lesson 3. Sorry sir. Okay, sağolashlar yaxshimisizlar? Hamda biz mushu kitobimizniki 3-darsni o'rganamiz. Hamda bugungi dars nima? Sorry sir. Okay. Andaqda bolalar oldingi darslarni takrorlanganmi? Bo'lsa, mushu ko'p takrorlab tursanlar, darslar uchun shuncha yaxshi bo'ladi. Jiq takrorlab turinglar. Hamda bu shu bugungi darsimizda shu turingan mazmunlarning yana bir qismini, bular intayin muhim bo'lgan jumla shakllari, ondan keyin so'zlar takrorlandi. Bu uyg'urqe inglizning intayin muhim bir alayliklardan birisi, bular intayin yaxshi tarafi. Shunga bugun shu oldin qatim bularni tuningan o'rgangan darslarimizda, mush darsimizda yana bir qatim qanday qilamiz desam, takrorlab o'tamiz. Xo'sh, andaqda boshlaymiz shu bugungi yangi so'zlarni o'rganib o'taylik. Okay, endi birinchi yangi so'z qaranglar. Qarasanglar, avval tovushni o'rganamiz. Avval tovush qarab, shu tovushni o'qishni o'rganishing intayin muhim. Endi ilgari o'rgangandek, endi birinchi tovush ma'rifati nima desanglar? Okay, qisqalama. Shnama? B, R, A. Okay, umbrella. Okay, umbrella. Okay, oxirida nima desanglar? Shnama? Umbrella. Good. Umbrella. Okay, bu yerga urg'u. Demak, urg'u degan eng kuchli aytilgan, shu demakcha shu tovushning eng yuqori talaffuz qilinadigan tovush nima desanglar? Okay, nima desanglar? B. Okay, demak, nima desanglar? Umbrella. Good. Umbrella. Xo'sh, endi bu nima deganimiz? Umbrella. Good. Umbrella. Umbrella deganimiz nima desanglar? Kunlik degan gap, kunlik. Andaqda bu sizning kunligingizmi? Okay, bu sizningmi deganni ilgari nima bo'lgan desanglar? Is this your? Shunama, bu sizningmi? Demak, bu sizning kunligingizmi? Is this your umbrella? Okay, demak, bu sizning nimangizmi? Kunligingizmi? Is this your umbrella? Okay, is this your umbrella? Okay, next one is please. Okay, please. Xo'sh, endi men please degan o'qiganda nima? Nima? Talaffuz qilganda og'zingda ikki tarafında ta'til qilgandek. Nima? Qashani qashatgandek hissaganda ketirib ta'tiladi. Please. Good. Please desak bo'lmaydi. Please. Yaxshi. Agishib deydilar. Please. Good. Yaxshi. Please. Please deganimiz nima? Masalan, marhamat. Okay. Bu yoqqa demakchi takalluf so'zi. Takalluf so'zi. Mahaniz uchidagi ching deymiz-ku, shunday-ku. Nay takalluf so'zi. Oy marhamat. Okay. Masalan, this way please. And this way bu yo'lga, bu yoqqa demakchi. Bu yoqqa marhamat. This way please. Okay, please. Tushunami? Okay, next one is here. Okay, here. And the nima birinchi tovushni shin tovushi iye. Qo'shma tovush, iye. Here. Good. And what nima desanglar? Here. Okay, here. And the here deganimiz bu yer degan gap, demakchi o'zingizga yaqin, oldingizga, ya'ni odatda here deymiz. Okay, here. Odatda muallim yo'qlam qilganda maktabda Ablajan is here. Okay, mana bu yerda demakchi mana degan ma'nosi bor. Mana demakchi mana bu yerda voy bor degan gap shu. Okay, here. Oldingi so'zimiz nima edi? Please. Ya'ni-chi umbrella. Okay, umbrella degani bo'ldi. Kunlik. Bu sizning kunligingizmi? Is this your umbrella? Okay, here. Okay, next one is mine. Aldan qatam o'rgangan my deganimiz nima desam, mening. Sizning deganda-chi your. Yaxshi. Endi men deganda nima o'rgangan bolalar? I, mening, my. Siz, you, sizning, your. Masalan, sizning so'mkangiz. Your bag. Mening so'mkam. My bag. Shunaqa. Hamsa bu bo'lsa mening so'mkam. Deganim bo'lar. This is my
bag. Okay, this is my bag. Aldığın qadamlıq dərsimizdə ayollarniki bunda yeni qesib jürəydigan ayollarning sumkasini nima deb degandik bola? Debaqinglar, nima degandik? Okay, handbag. Okay, good. Handbag. Okay, handbag degimiz ayollarning sumkasi. Okay, next one is ticket. Okay, ticket. All right, ticket. Xo'sh, endi ticket deganimiz nima? Bilet. Resimni ko'rib turibsiz, nima? Bilet. Ticket. Endi mana o'qganda nima? Birinchisi kichkina tovushcha qisqalama. Ticket desak bo'lmaydi. Ticket emasmi? Ticket. Ticket desak xato bo'ldi. Ticket. Ani yana ya'ni alaqa bog'i. Demak ticket. Yana bir qo'yinglar. Ticket. Ticket. Ticket deganimiz nima? Bilet. Adada mashina, poyezd, aeroplan, aeroplan shunami? Yoki o'yin biletlarini adada ticket deymiz. Okay, ticket. Mening biletim degani-chi, my ticket. Endi bu bo'lsa mening biletim. This is my ticket. This is my ticket. Shunami? All right. Keyingisi narsalar number. Okay, number deb so'zma o'qimaymiz. Hamda mana kichkina tovushni Okay, birinchi tovush urg'uchi ekan. Shunami? Number. Good. Number. Okay, number deganimiz nima? Son degani, Son. Sonlar. Masalan, birdan tortib 10 gacha sanashni o'tgan soat tugandik-ku, sanab qo'yinglar bolalar. Birlik sanaylar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Endi begin 11 o'yinchi ketildi. 11 degani 11, okay? 11 12 Arkadaşlar 12 demekçi 12 degan gap, okay. Endi birinchi numar bo'lsa nima? Number 1. Good. Ikkinchi numar number 2. Uchinchi numar number 3. To'rtinchi numar number 4. Beshinchi numar bo'lsa number 5. Okay, and the 5. Ana bu 5 tarafimizdan birinchi Stinkichinglar astanqi livinglarni azroq tishlaylar. Ikkinchi qo'shma tovush nima? Oxirida 5. Yaxshi. 5. Endi mana 5 deganimiz nima? Masalan, 5 degan gap, 5. 5. 5 deganimiz nima bo'ldi? 5. Okay, 5. Number 5. 5-chi numar. 5-chi numar. All right. Next one is sorry. Okay, birinchisi sorry. Good. Sorry. Okay, I'm sorry. Okay, I am sorry. Meni kechiring, meni afv qiling degan gap. Shunami? Odatdashlar shu xatolik o'tkazganda I'm sorry deb ishildiran gap. I'm sorry. Shunami? Anaqa o'tgan soatda bir so'z ekan. Excuse me. Excuse me. Degan nima? Umuman meni kechiring, aybga buyurmang degan gap. Endi demakchi, boshqalarni sizlarni avor qilganda, notanish kishilarni chaqirganda, ularning diqqatini tortmoqchi bo'lsangiz, demakchi ular bilan bir yoki yo'l so'moqchi, paranglashmoqchi, shu ahvollarda qanday emas? Excuse me deyishimiz. Endi bu ayda tuzuk yuzidan hamda garchi o'zingiz xatolik o'tkazmasangiz hamda, "Voy, men sizni avor qilgan bo'ldim." deb hamda tek tuzut qilib hamda shundan excuse me deb so'raymiz. Shunami? Endi men yargi sorry-chi, ma'lum sizni xato ish qilgansiz, sizdan putuq dars so'rayapsiz. Excuse me. Demaymiz, nima deymiz? Sorry deymiz. Demakchi, I am sorry degan sizlar xatolik o'tkazganda boshqalarni kechirim so'raganda I'm sorry deb ishlatamiz. Okay, sorry. Shunami? Excuse me-chi, boshqalarni chaqirmoqchi bo'lgan diqqat bor. Excuse me. Okay. Next one is sir. Okay, sir. Endi qaranglar, sir. Endi bu nima? Efendim degan gap. Odatda erlarga ishlatildi. Bu masalan ommaviy so'rovlarda,
Cümlede mesela dükkanlarda veya bir yerde erlerine hürmet yüzseden sir, efendim de pişirtildi. Sir. Mesela okay, sir, bla 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 bla. Şimdi ama adeta sir ayrım kildi. Mesela kendi familya isim nimelerini elişten maaşt yok. Adetçe. Onadaki mektepleri məni sanlar muallimni sir deb çağırdı. Eğer ayol okutucu olsa miss. Okay, miss. Han kız. Okay. Adır mektebinde mesela çıkballa teacher deb çağırdı muallimni. Bu hata. Bu ana tili İngilizce oğullar teacher deb çağırmaydı. Bunu deb çağırdı ki muallimni sir er okutucu olsa. Ayol okutucu olsa miss. Miss. Bunu mutlaka tefsiri kiyini günümüz. Okay, next one is cloakroom. Okay, cloakroom. Hani bir yer ki birinci senime o. Okay. Ma tağış ne? Koşum tağış o deb telaffuz qilamiz. Cloak room. Okay, şuna ama cloakroom. Cloakroom. Hani cloakroom deganimiz mi yarikini berisanlar, şu kiyim kechak saqlashuv. Hamda bu nima berisanlar, cho'ng tipdagi masalan talla bozorlarda, o'zingizning yo'g'on tipdagi masalan chamadan, palto bir narsani nima saqlab turadigan o'rin bor-ku, mallar. Shuni cloakroom deymiz. Narsa kerak saqlashuv. Yoki masalan mehmonxonalarda, onun degandan cho'ng tipdagi kinoxonalarda, masalan cho'ng tipdagi bir yerlarda mesela sizlerin kiyimlerini mühim narsalarni qo'yib qo'yadigan, saqlab turadigan ya'ni cloakroom deymiz. Cloakroom. Endi men ilgarilda masalan kishilarga qora shlapa, zo'n palto kiyishni, masalan kinoxonalar bir yerga chiysam deb bir qulaysiz shu vaqtda shu narsani qo'yib saqlab turadigan ya'ni shuni cloakroom deymiz. Cloak. Okay. Cloak deganimiz nima? Okay, endi bu cloak degan so'zning ayrim ma'nosi yepincha. Da stigmanda yepini oladigan pelachga o'xshash narsani shuni cloak deymiz. Cloakroom shu narsani saqlash demakchi. Shlapa, kiyim kechak bir narsani o'yini cloakroom deymiz. Nima der ekanmiz? Cloakroom. Yaxshi. Cloakroom. Good. Anaqa mushu bugun text keldik. Anaqa lesson 3. Sorry sir. Anaqa buningki bir anglash qismini bir anglab o'tgandan keyin amsa tekstni bir-birlab tushunib olsak. Lesson 3. Sorry, sir. Listen to the tape, then answer this question. Does the man get his umbrella back? My coat and my umbrella, please. Here is my ticket. Thank you, sir. Number 5. Here's your umbrella and your coat. This is not my umbrella. Sorry, sir. Is this your umbrella? No, it isn't. Is this it? Yes, it is. Thank you very much. All right, finished. Ems qaranglar, bunun nimada to'g'risanglar, my coat and my umbrella please. Okay. And my coat meaning paltorim bilan meaningki kunlikim. Please marhamat deb tushunami? Demakchi, evatsangiz demakchi tushunami? Mening kunlikim bilan paltorim evatsangiz desa, here is my ticket. Mana bu bo'lsa mening biletim. Here mana yoki bu yer shunaqa my ticket mening biletim. Thank you sir. Okay, deb bo'lgandan nima? Rahmat. Thank you sir number 5. Okay, 5-chi nomerliqqa. Shunaqa? Here is your umbrella and your coat. And the cloakroom ishlaydigan odam nima dedi? Here is your umbrella. And mana bu sizning kunligingiz. And your coat. Sizningki paltoringiz. Mana bu sizning kunligingiz, ana paltoringiz. This is not my umbrella. Sorry, sir. And this is my umbrella deganimiz bu bo'lsa mening kunligim. And this is not my umbrella. Demak, bir fe'lning keragi not keldi. Bu not nima desanlar? Birdamdan keyin grammatikani o'qitamiz deganimiz bu inkor ma'nosini bildiradi. Demak, bir fe'lning keyiniga notni qilib qo'ysak inkor bo'ldi. Sorry, sir. Kechiring afandim. Is this your umbrella? Yana bir debda bu sizning kunligimiz va desa no, it isn't. Yo'q, u mening emas.
Is this it? Oy bu şuma? Ma it degan olmaş. Demek ki şu abayqı küllükünü gösteren. Is this it? Bu mu ise? Yes it is. Thank you very much. Oy sizga köp rahmat. Okay. Xo'sh, hamsa matiksimizninki intayim muhim bo'lgan qismlarini bir tushunib chiqaylik. Birinchisi ne ekan sana? My coat and my umbrella please. Okay, endi bu yerga my coat and my umbrella please degan amaliyotda bu nima degan gap sana? Give me my coat and my umbrella please. Bu yerga give degan bermak. İstepmek. Endi menga meningki kunlikim bilan nimamni paltorimni eppasingiz degan gapchu. Endi ingliz tilida ma give me degan qanday qilib ketgan, qisqarib ketgan. Biz nima deymiz, ana eppasingiz degan o'g'ri. Paltorim bilan kunlikim desam, shu oldiganligini bildirdi shunami? Qalamim desam, oy qalamimni eppiring deganda hamda ingliz tilida qanday desanlar qisqarib ketgan. Demek endi ma'nolar nima? Give me manga bering, manga appiring, nimamni my coat hamda and amishara o'ttirdiki and degan hamda va bilan degan gap. Kunlikim bilan meningki nimamni paltorimni. Okay, please deganimiz shu marhamat demakcha, shu bir hurmat so'zi. Masalan, mushunga o'xshash keladigan so'zlardan masalan, soati take please, take miyarga take deganimiz nima? Bilet. Demak, take please degan biltinglarni chiqaringlar. Tushunami? Amniyat buning to'liq shakli show me your ticket please. Demakchi, show me. Show ko'rsatmak, me manga, your sizning ticket bilet please marhamat. Demakchi, biletingizni chiqaring, biletingizni ko'rsating. Shunami? Masalan, aeroplanga, poyezdga chiqqanda nima? Show me your ticket please deydi. Demakchi, shu biletingizni ko'rsating degan gap. Janalama ticket please degan gap. Shu biletingizni ko'rsating. Demakchi, show me degan ayar qisqarib. Endi kimligingizni ko'rsating bo'lsa-mi? Show me your ID please. IRP, DRP, ID please. Show me your ID degan gap. And show me your passport please. And chet elga sayohat chiqqan nima desanlar, passport please deydi. Passport. Bu demak pasport degan gap shu. Show me your passport please. Demakchi, shu pasportingizni ko'rsatsangiz. Tushunami? Demak endi, mush my coat and my umbrella deganimiz endi shu qilgangiz aytsangiz degan gap. Tushunalmi? Good. Endi buni qarasak nima desanlar? Here is your umbrella and your coat. Ana here is deganimiz, here is cho'q peshdan birini qo'yib esqatib qo'yapti-ku. Endi bu is mush BP larning qisqartirilmasi. Here is your umbrella. Okay. Endi asli shakli sog'lashdan. Okay. Asli shakli miyari nima desanlar? Masalan, here is your ticket desak, here is your ticket. Mana bu sizningki nima bildingiz? Yoki here is my ticket. Tushunami? Asli shakli bu jumlaningki my ticket is here. Mening biletim bo'lsa bu yerda. Tushunami? My ticket is here. Endi buni o'zgartirib qanday desanlar? Here is my ticket. Ingliz tilida qanday desanlar? Ma davjon deb qo'yamiz, ta'tu jumla. Bu ta'tu jumlani texnik bir oliy maktab ingliz tilida chiqqan o'ginishda, hozir texnik oldida faqat nima desanlar, shu ezmish oldiga o'tgan bir jumla. Bu ingliz tilida imtihon ko'p uchraydi. Demak, san texnik qulaylik bo'lsin uchun mana bu mening degandek-ku. Shunga here is my ticket. Asli shakli nima ekan tuqbonlar? Asli shakli my ticket is here. My ticket is here. Asli shakli. Buni ham ingliz tilida ifodalashda, ammo here ni oldiga shundoq lam yo'tkib, texmo ingliz tilida qulaylik bo'lish uchun-chi. Ma izni oldiga yo'tkib, shu igidin shu xabar oldi tursa, shu davron bo'ladi. Ta'tu jumla. Bu nima bo'ldi? Here is my ticket. Demakki, mana bu mening biletim. Okay. And mana bu mening kimligim bo'lsa, here is my ID. Oy, mana bu mening pasportim. Here is my passport. Here is my passport. Okay. And
qaraydigan bo'lsak, bu yerda sir deganimiz efendim degan emas, men bu shu efendim deydigan bir necha gap bor yana. Gentleman. Okay, endi gentleman deganimiz nima desanglar? Bu ommaviy so'rinlarda, mana o'sha cho'ng yig'ilishlarda hamda efendim deb atalishda gentleman deymiz. Ladies and gentlemen, shuni ko'plish shakli. Xonimlar, efendilar, shunami? Cho'ng nutqlar, cho'ng so'rilar, ladies and gentlemen deb boshlaydi, shunaqo? Shu gentleman degani nima yarki? Efendim, umuman o'xshashlar. Demak, bu ommaviy so'rinlarda erlarni hurmat yuzlarini efendim deb chaqirdi. Ayollarni xonim, ladies first deb qo'yamiz, shu lady shu. Okay, next one is guy. Endi bu yerda guy deganimiz Amerika ingliz tilida o'g'il bolalarni guy deydi-ku. Odatda bu bolalar, bolalar qanday raqtidinglar guys deb qo'yamiz. Guys oxiri guyning keyiniga asli qetib yetib guys bo'ldi. Okay? Guys. Hello guys. Hi guys. Endi bu yerda birasmi oldi shiltilishda. O'g'il qizlar orasida bo'lsin, masalan guys, bolalar deb qo'yamiz shu. Ingliz tilida shiltish endi guys deganimiz endi. Endi bu guy bilan gay deb yana bir so'z bor. Buni qat'iy aralashtirish bo'lmaydi. Bu gay deganimiz endi bu yaxshi gap emas, to'ngshinglan degan gap, o'sha to'ngshinglan. G A Y gay bo'ladi. Mana nima dersanglar? Guy. Okay, guys deganda ekan. Okay, endi mana tegirik so'rsanglar boy deganimiz o'g'il bola. Qaranglar. Mana gentlemanni qaranglar. Okay, ma'lum nima? Gentlemen. Good. Andaqda bugungi darsimizdagi intayin muhim bo'lgan bir grammatik shakli bor. U bo'lsin nima desanglar? Bu shu jumlalarning inkor shakli. Inkor qilish uchun qanday qilamiz desanglar, bola intayin oddiy. Bu shu BP deganimiz shu nima? Am, is, are. Bu shu am, is, are ning keyiniga not deganni qetiblam qo'yamiz. Bu nima bo'ldi desanglar? Bu jumla inkor bo'ladi. Masalan, I am emas bo'lsa, I am not. Okay? He is not. He isn't qisqartirilgan shakli isn't bo'ladi, shunami? Okay, and are not. We are not. Nimachi? We aren't. Okay, ana qisqartirilgan shakli o'xshashlardan bo'ladi, desanglar, aren't bo'ladi. Masalan, birinchi qaranglar. I am here. Okay, men bu yerda. Endi men bu yerda emas bo'lsa, I am not here. Men bu yerda emas. I'm not here. Tamam? Okay. Masalan, he is Tom. U bo'lsa Tom. Endi u Tom emas bo'lsa, he's not Tom. Okay. He's not Tom. U Tom emas. Okay, masalan, it is my ticket. U bo'lsa mening biletim. Agar keyiniga notni qetib qo'ysak nima bo'ladi? It is not my ticket. U mening biletim. Qanday? Emas. U mening kunlik emas bo'lsa, it is not my umbrella. Okay? And this is not your shirt. And it's your shirt. Shirt deganimiz ko'ylak. Now, masalan, mana o'sha ko'ylakni shirt deymiz. And this is not your shirt. Bu bo'lsa sizning shirt emas ekan, skirt kan xato o'qibdim. Bu nima? Sizning yubkangiz emas. This is not your nima? Skirt. Okay, guys. Amsa oldingi darsimizga BP ile bo'lsa degan shu fe'lni bir qarab baqsak, BP ile qaysi? Am is are, am ga kelganimiz I am, is killing he or she, it, we, you, they ma'nosida, shunami? Endi bundan keyingi inkor qilgan nima? Not ni qetib qo'ysak bo'ladi. I am not, he is not, she is not, it is not. Shunaqa he degan erlarga, o'g'illarga, she deganimiz ayollarga, qizlarga keldi. Shunaqa it degancha narsa ayoq hayvonlar. Endi bu yerga we, okay, we degancha biz. We are not, they are not degandek, agar bir or unutilib qolibdi. Okay. Albatta, bugungi darsimizdan keyin tayin, ya'ni bir muhim bo'lgan qismi
bir cümle şekli qarab baqayli. Sağlaşma nima? Bu deganda this deymiz nima? Bo'lsa is sizning your handbag. Qo'l sumkangiz shunami? Demak, endi mana bir jumla. This is your handbag. Bu bo'lsa sizning qo'l sumkangiz. Ana buni savolga aylantirganda qanaqa qilgandik? O'sha BP-ni oldig'lam yetkisak nima bo'lganda bu savolga aylanganda. Shunami? Is this your handbag? Demakcha shu BP-lar bo'lsa degan fe'lni oldiga yetkazsak savolga aylantiradi. Андақта cümleningki birinci harf qanday qilinish kerak, cho'ng ezilish kerak. Mana bu o'xshash is, oy harfi qanday cho'ng, qolgan harflari kichik ezilish kerak. Endi deb javob bersak nima deymiz? Yes, it is my handbag. Yes, it is my handbag. Endi javob berganda u bo'lsa mening qo'l sumkam. Bu yerga etni ko'rsatayotgan nima desanglar, shu qo'l sumkani ko'rsatadi. Shundami? U qo'l sumka bo'lsa mening qo'l sumkam. Endi ingliz tilining yana bir muhim bir qoidasi bor nima desanglar, birinchi jumla handbag degan chiqib bo'ldi, shundami? Birinchi jumla chiqib bo'lgandan keyin ikkinchi jumla uni takrorlashning hojati yo'q. Shunga ma handbag qanaqa qilib ketdi desanglar, qisqarib ketib, shuninglar my handbag yo'qolib ketib nima qildi desanglar, bu yerda yes it is. Demakchi yes it is. U meniki. Shu meniki, shundami? Agar endi yo'q demoqchi bo'lsak, desanglar, no it is not my handbag. Okay, no it isn't. And it is not my handbag. My handbag qanaqa qilib qisqarib tushib ketdi, shunami? Shuninglar nima? No it is not. Yoki it isn't. Okay, it isn't. Demak, ham shu it is not nam qisqartirilishi isn't bo'ldi. Ustiga cho'q qo'yishdan mana qo'yib teni. No, it isn't. Demak, hamda mening bo'lsa yes it is, no emas bo'lsa no it isn't. No it isn't. Endi sizlar javob berib boqinglar. Is this your book? Bu sizning kitobingizmi? Siz nima deysizlar? No it isn't. Yes it is bo'lsa yes it is. No bo'lsa no it isn't. Shunami? Yo'q, u mening nima emas. Okay, and biz mushu keyingi darsimizda mushu is this your ona degan no it isn't degan mushu jumla shaklini mashq qilgan gap. Hisobda mushu jumla shakli mushu bugungi darsimizda yangi uqum bo'ldi. Nima? Yo'q emas, inkor jumlasi. Yes it is, nima? No it is not. Okay? No it isn't. Okay? Endi bugungi mushu tak dersimiz oxirlashdi. Hamda o'zingizlarga keyingi dars bo'lsin. Okay guys, welcome back. Learn lesson 4. Okay, sorry sir. And bu sorry sirning davomini o'rganaylik savollashda. Buni da boshqa yangi so'zlarni o'rganib o'tsak, birinchi so'z nima ekan? Suit. Okay, suit. Ammo birinchi o'tirdiki u tavsish nima? U qo'shlik to'g'anlikka so'zlash belgisi. Shu nima? Suit. Yaxshi. Nima bu kerak emas? Suit. Okay, endi suit deganimiz nima? Masalan, bir yurish shim kostyum burulgan nima deymiz? Masalan, suit deymiz, Suit. Rasmdan ko'rib turibsan-ku. Amsada baqinglar mening kostyum burulgan bo'lsa yeni. Yeni deganda new deymiz, My suit is nima? New. Good. Anda da baqinglar bu sizning kostyum burulganingizmi? Nima deymiz? Is this your suit? Nima? Is this your suit? Bu sizning kostyum burulganingizmi? Desa? Okay, but yes it is. Yo'q bo'lsa, no it isn't. No it isn't. Okay, next one is school. Okay, ma'nodami? Degan tovush turibdimi yana? School. Good. And school deganimiz nima? Masalan, maktab. Okay, maktab. Okay. Amsa u bo'lsa bir yangi maktab. Bo'lsa, it is a new school. Okay, it is a new school. U bo'lsa bir nima? Yangi maktab. Yangi maktab. School degan nima? Maktab bo'ldi. Amsa bu sizning maktabingizmi? Degan nima deymiz? Bu is this your school? Shunami? Is this your school? Bu sizning maktabingizmi? Okay, next one is
teacher. Okay, and the man Qeşanında götürüldü, ağzında kılındı. Teacher. Okay. Teacher degenimiz nima? Sağla muallim, o'qituvchi. O'qituvchi nima? Teacher. Mening o'qituvchim my teacher. Sizning o'qituvchingiz boshqa your teacher. Okay, your teacher. Okay, next one is son. Okay, son. Biz mana qarasanglar nima? Shunama. Tizlam o'qiymiz. Son. Okay, o'g'li degan gap, ha? Son. Agar my son bo'lsa nima? Mening o'g'lim. Okay, his son bo'lsa, uning o'g'li. Aralarga his keladi. Masalan, this is his son. Bu bo'lsa, uning nimasi? O'g'li. This is his son. Okay, next one is daughter. Okay, Malik ağzımız cümle kılırsa sözab okuyumuz bak. Şunama daughter. Good. Daughter. Okay, daughter degan çok kızı. Mesela she's my daughter. Okay, Amerika İngilizce'de ma'o t degan talaffuz arada d da talaffuz qil. Daughter. Ahiri der da baxildi shu. She's my daughter. She is my daughter. Okay, kızım degan gap, daughter. Daughter, she's my daughter. Okay, I'm the daughter degan nima? Sanla qizi. Okay guys, let's practice. Amsalda işte mashq qilaylik. Okay, endi bu shu bugungi jub darsimiz odatda nima desa, odatda shu taq darsining mashqi. Bular nima desa, bu shu is this your and some shu kitoblarning nimasi? Bu shuni qanday qilgan gap desa, mashq qilgan gap. Masalan bu oldingi soatlik darsimizda is this your desa yes it is deyishni mashq qilgan. Is this your book? Yes it is. Is this your pen? Yes it is. Bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimizda nima desam, is this your? No it isn't deganni mashq qilamiz. No it isn't demakchi yo'q u emas. Shunama u emas. Masalan, is this your handbag? Bu sizning qo'l so'mkingizmi? No it isn't. Yo'q, mening emas. Endi qaranglar, birinchi rasmda o'xshashdan nima ekan? Qalam. Qalam nima deymiz? Pen. Shunama? Pen. Okay, nima deymiz? Is this your pen? Bu sizningki qalamingizmi? Desa, yo'q bo'lsa, no it isn't. Okay, no it isn't. Yo'q, u emas. Endi samani birlikda mashq qilib qo'yaylik. Endi men desam, nima? Pencil. Shunama? Pencil. And bu sizning qarindishingizmi? Bo'lsa, is this your pencil? Yo'q emas degan nima deymiz savolashda? Okay. Nima deymiz? No it isn't. No it isn't. Yo'q, u emas. Tushunami? Endi mana men aytaman book. Hamda bu sizning kitobingizmi? Is this your book? Bizcha no it isn't. Yo'q, u mening kitobim emas. Okay. Endi keyingi so'rasam watch. Qo'l soati, tushunami? Bu sizning qo'l soatingizmi? Bo'lsa, is this your watch? Bizcha no it isn't. Yo'q, u emas. Keyingi so'rasam coat. Coat, tushunami? Endi bu sizningki paltoringizmi? Is this your coat? No, it isn't. Yo'q, mening paltorim emas. And the keyingisi dress. Dress. And the bottom is this your dress? No, it isn't. Okay, no, it is not. And the bottom is skirt. And the bottom yopkingizmi? Is this your skirt? No, it isn't. Yo'q, u mening nimam emas, yopkam emas. Okay, and the macho is this your mashinangiz, pickuvingiz? Is this your car? Okay. No, it isn't. Okay. No, it isn't. No, it isn't. Okay, and the keyingisi nima desanglar? Son. And the bu sizning o'g'lingizmi? Is this your son? Yo'q, no, it isn't.
No, it isn't. Keyingisini versanglar daughter. Okay, daughter. And the daughter bo'lishini versanglar is this your daughter? Bu sizning qizingizmi? Desak, no, it isn't. Yo'q emas. Demakchi, yo'q, o mening nimam emas. Qizim emas. Okay? Mana ammaymiz jima. Okay guys, samsa mushu tongue twister ga qaranglar. Tongue twister qarasanglar til qayrish mashqi go. Tuniginkisini bersanglar don't trouble until trouble troubles you. Tamam? Endi bugunkisini bersanglar can you can as a canner can a can. Okay? Demakchi hamda bu can you can ma can degandan ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi konserva, yana bir ma'nosi qilalash. Yani bir ma'nosi nima desangiz konserva qutisi qachilash degan gap. Masalan can you can siz bir konserva qutisi qachilay olamsiz as a canner. Ashu konserva qutisi qachilg'uchi can bir konserva qachilgandek. Okay. Demakchi siz konservachi konservani qutisi qachilgandek siz konservani qutisi qachilay olamsiz. Bu sel murakkab shunama. Can you can as a canner can? Can you can as a canner can? Can you can as a canner can? Okay. That's zo'r ketishunama. Can you can a can deganimiz qila olamsiz, eta olamsiz. You siz can konserva qachilay olamsiz. Konserva qachilmoq degan fe'l bo'ldi. A can bir konservaga. Okay. And bir konservaga siz konserva qachilay olamsiz. As a canner, ashu konserva qachilg'uchi can qilalagandek. Okay. Can. Bir konservani shu konserva qachilagandek. Can you can as a canner can. Okay. Can. Shunami? Mishariki fichqil ma'nosi qilalamak, lalamak. Ondan sirt konserva qutisi, ya'ni konserva qutisi qachilmoq film bo'ldi. Uch xil ma'nosi bor bu yerda. Can you can as a canner can as a canner can. Ma as deganimiz tak bo'ldi ham shada. Amsa mushlimo bizniki update olimizniki. Nimasiga vasallam. All right. Anaqa ma mashq savodashlar qanday desanglar, bu mashqninki ishilnishi qanday desanglar, internetda masalan is this your umbrella? So, no, it isn't my umbrella. It's your umbrella. Deganga o'zgartirganmiz, ha. Shunga ma'ni ishlanlar, ma'ni bir ulgu misollarni bizning update olimimizdan javobini topa olasizlar. Shuningda bor, hamda buning ulgu misolga asosan to'g'ri ishilsanlar bo'ldi. Masalan, is this your umbrella? Shunama? No, it is not my umbrella. Yo'q, u menikiligim emas. U siznikiligim. It's your umbrella. Asma birinchi is this your pen? Bu sizning qalamingizmi? No, it is not my pen. It is your pen. U bo'lsa nima? Sizning qalamingiz. Mesela ikkinchisini birleştirdiler. Bo'pti. Is this your pencil? Bu sizning qarindishingizmi? No, it is not my pencil. Yo'q, u mening qarindishim emas. It is u bo'lsa your sizning pencil qarindishingiz. Yo'q, u mening qarindishim emas, u sizning qarindishingiz. Xo'sh, that's all for today and see you next time. Goodbye.